Assalomu alaykum. Bugungi mashinamiz Gazil Business. Mana ertalabdan boshlaganmiz bu mashinani. Mana Gazil Business Nex motorda chiqqan oxirlarda. Mana shu Gazildan. Bu mashinamiz ancha xafa. Ertalab zavod bo'lmaydi. Tortishlar yaxshi emas. Shu nasib bo'lsa sekin remontini boshladik. Mana zaslonkasi. Injektorlari endi yechilyapti. Bu mashin bilan Bobur aka shug'ullanyaptilar. Bobur aka, nima deysiz bu mashinga? Yaxshi. Qo'ldan keyin chiroyli remontlab qo'yamiz. Azbek mana bu tarafdan bez nasosini shug'ullanyapti. Qanday Azbek? Bu mashinadagi fikrlaringiz? Bu haqida yomon fikr bildira olmayman. Ammo texnika asrab avvaldan o'tish kerak. To'ppa-to'g'ri. Rahmat. Injektorlarni Bobur aka yeyishi bo'ldi, mana ko'ramiz. Bobur aka yog'ib ketdi ishlari. Nasos qanday ekan? Benzinasi Primo'da 2 davleniya beryapti. Primo'da o'zi 6 davleniyaga chiqarish kerak, 6 davleniyani. Nasos charchagan. Almashtirasizmi? Mana Bobur aka buni tozalayapti injektorlarni. Shular injektordan chiqqan kishilar mana.